Assalomu alaykum barchalarga. Bugun Nasaf Birlashgan Arab Amirliklarida Shabab Al-Ahli jamoasiga qarshi muhim jangga kirishadi. Boisi Muqaddam Al-Ahli hamda Al-Hilollardan yirik gollarni qabul qilib olgach, 2 turda 7 ta gol o'tkazib yuborib, 12 ta jamoa orasida eng so'nggi pog'onada ketmoqda. O'zini o'nglab olish uchun ilk qadam mana shu Shabab Al-Ahlidan boshlanadi. Bu Nasaf uchun ko'p narsalarni anglatadi. Shabab Al-Ahli Birlashgan Arab Amirligi jamoasi bo'lsa ham kuchsiz emas. O'tgan mavsum Nasafni o'zini uyida mag'lubiyatga uchratgan edi. Faqat u Osiyo Chempionlar Ligasi 2 musobaqasiga to'g'ri kelgan edi. Shunday ekan, ehtiyot bo'lish kerak bu komandadan. Lekin Nasafni kuchiga biz guvoh bo'ldik, amin bo'ldik. Al-Ahliga qarshi o'yinda ham, Hilolga qarshi o'yinda ham jamoa qo'rqib himoyaga yotib olmadi, munosib tashashdi. Bu o'yin oldidan Ro'ziqul Berdiyev nima deb intervyu berganini eshitdinglar. Biz ertangi o'yinga to'liq tayyormiz. Shabab Al-Ahli kuchli jamoa. Ular sifatli futbol namoyish etadi. Tarkibida mahoratli futbolchilar yetarli. Shuningdek, jamoaviy o'yinlari ham yuqori darajada. Har ikkala jamoa ham yaxshi futbol ko'rsatishga intiladi. Ishonamanki, ertangi bahs tomoshabinlar uchun qiziqarli bo'ladi. Bu aniq. Endi esa Ro'ziqul Berdiyevning fikrlariga o'z fikri ila qo'shimcha qiladi jamoa himoyachisi G'olib G'aybullayev. Jamoamiz ertangi o'yinga jiddiy tayyorlandi. Bu uchrashuv har ikkala jamoa uchun ham murakkab va qiziqarli bo'lishi aniq. Biz bunga ochko olib ketish uchun kelganmiz. Savol berildi. Jamoangiz dastlabki 2 turda ochko ola olmadi. Ertangi bahsda bu natijani o'zgartirish uchun nimalarga e'tibor qaratasiz? Ro'ziqul Berdiyev. Asosiy maqsadimiz ochko olish va guruhdagi holatimizni yaxshilab olish. Bu bosqichda kuchli raqiblar juda ko'p. Biz shu paytgacha 2 ta kuchli jamoaga qarshi o'ynadik va munosib qarshilik ko'rsatdik. Shabab Al-Ahli ham yuqori saviyadagi raqib, ammo biz maydonga ijobiy natija uchun chiqamiz. Navbatdagi savol. Shabab Al-Ahli murabbiyi siz haqingizda iliq fikr bildirdi. Jamoa bilan uzoq yillardan buyon birgaligingiz jamoaga yanada kuch berishini aytib o'tdi. Siz bu fikr haqida nima deya olasiz? Shabab Al-Ahli murabbiyiga iliq so'zlari uchun minnatdorchilik bildiraman. U ham o'z jamoasi bilan katta ishlar qilmoqda. O'tgan mavsumda chempionlikni qo'lga kiritdi. Ichki chempionat haqida gapirilmoqda, Birlashgan Arab Amirligi chempionati haqida. Biz bir-birimizni yaxshi bilamiz, chunki o'tgan mavsumda 2 bor to'qnash kelganmiz. Ertangi o'yin yana bir foydali tajriba bo'ladi. Har bir murabbiy yaxshi natija uchun harakat qiladi. Yigitlarimizni shunga tayyorladik. Haqiqatda sola-sol bo'ladi. Endi esa videoni tark etishga shoshilmang. Shabab Al-Ahli bosh murabbiysi Paulo Souzaning fikrlari e'tiboringizga taqdim etiladi. Shabab Al-Ahli jamoasi bosh murabbiyi Paulo Souza shunday deydi. Oldinda muhim uchrashuv kutyapti. Biz uchun uyda yoki safarda bo'lishidan qat'iy nazar, har bir o'yin o'ziga xos ahamiyatga ega. Bir tomondan bu gapida ma'no bor, chunki Shabab Al-Ahlini umuman Birlashgan Arab Amirligi Qatar klublarini o'z maydonida o'ynadimi, mehmonda o'ynadimi, o'ziga deyarli foydasi yo'q, chunki muxlislari stadionni to'ldirib o'tirishmaydi, jonini jabborga berib qo'llab-quvvatlashmaydi. Xo'p. Davom etamiz. Raqibimizni yaxshi bilamiz. O'tgan yili ular bilan to'qnashganmiz va bellashuvlar juda qiyin kechgan edi. Nasaf murabbiyi katta tajribaga ega va uning jamoasi hozirgacha ko'proq ochko to'plashga loyiq edi. Ertangi o'yinda bizni jiddiy sinov kutmoqda. Jarohatlanishlar va yo'qotishlar tufayli ertangi o'yinda kimlar ishtirok etishini aniqlash ustida ishlayapmiz. Ijobiy natijaga erishishga va professionallikni namoyish etishga intilamiz.
Demak, individual mahorati yuqori bo'lgan futbolchilarga tayangan holda o'yinda ijobiy natija qayd etishga harakat qilar ekan Shabab al-Ahli. Shuningdek, hujum chizig'ida imkoniyatlarni golga aylantirib, g'alaba qozonish uchun harakat qilamiz